bizdan hech kim shubhalanmadi. Biz odamlar orasiga kirib oldik va u yerda men oldindan o'sha shifokorlik sohasiga qiziqardim. Kimyo, biologiya, fizika fanlariga. Men u yerda kerak bo'ldim, chunki bizga tentak zombiylar va qizil toshmali zombiylar kela olishmagani bilan ham baribir bizga hayvon zombiylar ko'p hujum qilib turishardi. Biroq ularni qurollar orqali yo'q qilishga erishardik. Lekin ular turli xil holatlarda, turli xil darajalarda bizga talafotlar yetkazishardi. Biz odamlarimizdan ayrilardik va ular jarohatlar olishardi. Bu yerda shifokorlar juda kerak edi. Do'stim Javohir esa harbiy sohaga kirishib ketgan edi. U shunday harbiy sohada o'z o'rniga ega bo'lib olgan edi. Bu yerda ham odamlarning boshliqlari bor ekan. Bu yerda eng katta kapitallari, eng katta boshliqlari Barchinoy Nuriyeva ekan. Barchinoy Nuriyevadan keyin ikkinchi darajali ikkita kapitani bor ekan. Ular Nuriyev va Ziyoyev ekan. Birisi uning ukasi ekan. Birisi esa quroldosh do'sti ekan. Ular odamlardan va barcha zombiylardan odamlarni qanday himoya qilish haqida fikr yuritishardi, bosh qotirishardi. Ular uchun juda ham kerakli narsalar bu qurollar edi. Kerakli qurollar, ya'niki o'sha hayvon zombiylarga qarshi tura oladigan qurollar. Shunday qilib qizil toshmali zombiylarni ham yashash sharoitlari, ya'niki yashash vaqtlari juda ko'p emas edilar. Ular qorinlari och qolganda, so'ng qorinlarida hech qanday yegulik topa olmay qolganliklaridan so'ng bir kundan so'ng halok bo'lishardi va yo'q bo'lib ketishardi. Tentak zombiylar esa shunchaki bir kunda yashab, bir kunda yo'q bo'lib ketishardi. Keyin esa hayvon